bolam bu narsaga erishdim deb bu yoqdan bunisi chiqadi endi. 25 yoshında bunisi chiqadi. Ularni ko'rib haligi yoshlar asli hayot shunaqa ekan deb bitta anlatcha blogerlarning hayotini ko'rib yaxshi xotin bo'lib o'tirgan yosh kelinchilar ham haligi o'zi o'ylab topilgan sun'iy hayotdan o'zini eridan imkoniyati cheklangan turmush o'rtog'iga, yigitidan yo eridan o'sha narsalarni so'rash, talab qilishni boshlaydi. U qizlar bittasi, ana red flag, huy flag deganlari bor. Ular chiqib turib, o'ziga o'zi gul sotib olib, yoki tapikdan, yo'burdan gulni oladi. Ana gadayga o'xshab, beshiga o'xshab bitta ana turagenstvani bir hafta unga xat yozib, iltimos men yo'burcham bilan Maldivga borib kerak, turagenstvida reklama qilaman deb umrni yeb, hali turagenstlarni boshlig'i ham bermajikda yetim blogerga bor kelsin bu onangni yemay umrni yeydi ko'p har kuni yoz. 5 ta 6 ta stories qo'yib beraman deyapti, ikkita post qo'yib beraman deyapti deb. Keyin haligi qiz bir amallab ikkita Maldivgami, Tailandgami, qayergadir videolarga putovkani olgandan keyin 5-3 yulduzli bir mehmonxonaga boradi, ularga yigiti bilan yo turmush o'rtog'i bilan unaqa blogerchalarning erchasi ham bo'ladi. Ey, Bobik sidi desa o'tiradi ular, erlar ham. Bobik tayatsiz hayot turadi ham delar. U nomi er, u hayoti hech narsa hal qilmaydi. Ustayangan belgisi u, er prosta. Ustayangan belgisi. O'ziga, xotinga o'ziga xo'jay emas, onangga emas. O'ziga xo'jay emas, chunki kelin bola pul topadi-da, internetda mashhurlar. Shu bilan haligi joyda bir balolar qilib turagenstlarni yalim makada ter oqib haligi joyda bo'yniga 5-6 reklamani olib jiyalab ketdi. Aeroportda bo'ldilar. Aeroportda ikkita pasport qo'yib qo'yanlar. Ikkita oyog'i, kuyov bolaning krossovkasi qimmat brend, u ham reklamadan olingan, bordi, uni ham shu sport magazinning umrini yegan bir kick uzmi, sport uzga bordi va kuyovingiz majbur ko'rib qopti. Bir balo qilib stories qilib degan, u ham mayli degan, yetim bichka bermaydi krossovkani degan. Ikkalasi kelgan ana stolni tagidagi aeroportdan fonamiz bor. Aeroportdan tushish kerak, stoldagi pasportdan tushish kerak, keyin pastdagi oyoq ham tushish kerak, hamma narsa tushish kerak. Iloji bo'lsa stoldagi kashlag ham tushish kerak. Rasmga qo'ydi keyin. Storiesga keyin endi u alohida tashvish. Endi storiesdagi sitata endi bo'ldi. U rossiyskiy blogerlarning umriga o'tadi. Qaysidir rossiyskiy bloger qattiqdir jala ko'proq o'qigan, aqlli gap yozib qolgan bo'lsa bormi endi u? Uni ham ko'chirib, ma'nosini o'zbekchaga o'girib haligini qo'yib endi storiesga samolyotni yerdan ko'tarilayotganini smayligini qo'yadi endi haligini.